Abdulla Qahhor Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Bashorat. Ola qarg'a qagʼ etadi, o'z vaqtini chog' etadi. Nikolay zamonida mayiz qimmat, ko'knor arzon edi. Hozirgi zamonda mayiz arzon, ko'knor qahat. Esizgina o'sha vaqtda chala siqib tashlangan ko'knorlar. Mulla Said Jalolxon shuni ko'nglidan o'tkazib devorga suyandi va ko'zlarini yumdi. Burniga qo'ngan pashshani qo'lidagi ro'molcha bilan qurish malol keldi shekilli, ostki labini cho'zib puf dedi. Pashsha ko'tarildi, ammo shu ovdayoq uning labiga qo'ndi. Said Jalolxon sekin labini qimtib pashshani oyog'idan qisib oldi. Zoqqa tushgan bu dilozorni ushlab, ikki barmoq orasida aylantirib tashlash qasdida ko'tarilgan qo'l to labiga kelguncha la'nati pashsha oyog'ini sug'urib qochdi. Said Jalolxonning achchig'i keldi. Yo'q yerdan ko'knor topib, kayf qilib o'tirganda bu nimasi? Insof yuzasidan aytganda pashsha yaramas maxluq. Qo'yib qo'yilgan choyga tushib, tarvayib yotadi. Mayiz talashadi. Pokiza qilib suzilib qo'yilgan ko'knordan qanoti chiqadi. Qanotini ko'knorga tashlab, o'zi qayoqqa ketadi deng. Hayol kayfni o'g'irlagan pashshani qidirib ketdi. Uyda g'ij-g'ij bo'lib yotgan bu pashshalarning qaysi biri o'sha? Said Jalolxon darhol eshikni yopib, uzun supurgini qo'liga oldi. U supurgini ko'tarishi bilan hamma pashsha g'ing'illashib bir yerga to'plandi va bir kirpi holiga keldi. Kirpi qanot chiqardi. Katta bir pashshaga aylandi. Oldingi oyoqlarini uzra turib, Said Jalolxonga qaradi va g'ing'illadi. Shoshma, sening orqangda qancha mo'min namoz o'qiydi. Xudoning maxluqiga ozor bergani nechun xatga sig'adi? Qandoq maxluqsan o'zing? Dedi Said Jalolxon supurgini yelkasiga qo'yib. Pashshalarning shohi bo'laman. Shoh bo'lsang, sabab o'g'irlik qilgan fuqarolaringni tergamaysan? Sening soqolingga bir qatra shira mening barcha fuqarolarimga bir kunlik ovqat bo'ladi. Qandoq qilib sen shuni o'g'irlik deysan? Nimangni o'g'irlaydi? Kayfimni o'g'irladi. Men mashaqqatlar bilan ko'knor topib kayf qilib o'tirganimda burnimga va labimga qo'ndi. Shuning uchun sendan qasos olaman. Qanotingni yulib tashlayman. Pashshalar shohi yalindi, yolvordi. Said Jalolxon ko'rmadi. Oxiri ikkovi murosaga keldi. Shoh unga qanot beradigan, u uchib yuradigan gunohkor pashshani o'zi topadigan bo'ldi. Shoh keyin ne oyoqlari bilan qanotining ustini siladi. Oldingi oyoqlarini bir-biriga ishqadi. Keyin g'ing'illadi. Said Jalolxon xuddi baland yerdan o'zini tashlaganday yuragi shuv etib qanot chiqardi. Bu uchdi. Shu o'tgancha necha zamonlar qidirib, gunohkor pashshani qiritagiga o'tlab yurgan bir eshakning yag'ridan topdi. Pashsha jarohat atrofida oqsoqlanib yurar edi. Said Jalolxon bir qo'l urib uni hovuchiga qamab. So'ngra darrov o'ldirib bo'lmaslik uchun ehtiyot qilib bir qanotidan ushladi. Pashsha g'ing'illadi. Labing bilan qisib bir oyog'imni uzganing yetmasmidi? Yana nima deysan? Sen o'g'risan. Odam bo'lganingda shar'an qo'lingni kesish lozim bo'lar edi. Qanotingni yulib tashlayman. Pashsha yalindi, yolvordi bo'lmadi. Oxiri ikkovi kelishdi. Pashsha Said Jalolxonni ergashtirib bir biyobonga olib chiqdi. Biyobon somon, qum va toshbaqadan iborat edi. Pashshaning amri bilan Said Jalolxon bir toshbaqa va bir dona toshbaqaning tuxumidan oldi. Biyobonning allaqayerdan bir qozon topildi. Said Jalolxon pashshaning amri bilan tuxumni yerga qo'yib, ustiga qozonni to'ntardi va toshbaqani qo'yib yubordi. Pashsha bir somon parchani ushlab qozonning qoq tepasiga qo'nib turdi. Toshbaqa qozon atrofida aylana berdi. Oxiri qozon yorilib, chirpachim bo'ldi. Ammo hech qanday tovush chiqmadi. Toshbaqa bilan tuxum ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qozon yorilgan vaqtda allaqayoqqa borib tushgan, ammo hech qanday tovush chiqmadi. Toshbaqa bilan tuxum ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qozon yorilgan vaqtda allaqayoqqa borib tushgan pashsha ushlab turgan somon parchasini keltirib Said Jalolxonga berdi va g'ing'illadi. Mana shuni tering. Orasiga tiqsang, ko'zdan g'oyib bo'lasan. Sen hammani ko'rasan, seni hech kim ko'rmaydi. Qishloqda kimda qancha ko'knor bo'lsa, hammasi seniki bo'ladi. Said Jalolxon darhol bir cho'p bilan bilagini tirmalab, somon parchasini terisi orasiga joyladi va qanday ko'zdan g'oyib bo'layotganini ko'rib turdi. Boshlab kashning uchi, so'ngra birdaniga tizzasigacha oyog'i ko'rinmay qoldi. Tamom ko'zdan g'oyib bo'lganidan so'ng
Said Jalolxon tikka o'zining ulfati Mulla Shamsiddinning uyiga bordi. U eshik oldidagi supada oldida bir g'alva mayiz cho'pini terib o'tirgan edi. Said Jalolxon tovush chiqarmay uning yoniga borib o'tirdi. Mulla Shamsiddin uni ko'rmadi. Alvarga qo'l solib bir changal mayiz oldi, payqamadi. Said Jalolxonga uning bir qadoqqa yaqin ko'knorisi borligi ma'lum edi. Shu ko'knorni izlab uyga kirdi. Hujrada bir qadoq emas, bir necha ko'knor bor ekan. Said Jalolxon ko'knorning hammasini ko'tarib jo'nadi. Uni hujrasida qo'yib yana ko'p joylarga bordi. Hatto yuk avtomobilining kapoti ustiga ayri minib shaharga ham tushib chiqdi. Hech qayerda bunday ulgurji g'animat uchramadi. Said Jalolxon yiqqan ko'knorni uyning o'rtasiga to'kib, qancha vaqtgacha yetishini mo'ljallab ko'rdi. 6 oyga yetar ekan. Bu atrofda ko'knor qolmadi-ku, 6 oydan keyin nima bo'ladi? Said Jalolxon vahima bosdi. Birdan uning esiga bir narsa tushdi. Madomiki uni hech kim ko'rmas ekan, kolxoz raisining oldiga borib, bu yil paxta atrofiga ko'knor ektirib berasan desa nima bo'ladi? Said Jalolxonga bu fikr uncha yoqdiki, aqli ko'payib boshi kattaroq bo'lganini sezdi. Said Jalolxon tikka kolxoz idorasiga bordi. Rais o'zi yakka qatiq ichib o'tirgan ekan. Said Jalolxon har holda avval o'zini bir sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Qani rais ko'radimi, yo'qmi? Assalomu alaykum, dedi raisga ro'para bo'lib. Rais tovush qayoqdan kelganini bilmay alangladi. So'ngra qo'rqib rangi o'chdi-da, mo'ylovida qolgan qatiq yuqini yengi bilan artib, sekin o'rnidan turdi. "Qo'rqma, qo'rqma", dedi Said Jalolxon dadillanib. "Senga ham arz, ham farmon qilgani keldim. Bu yil paxta atrofiga ko'knor ektirasan." Rais hushi yo'q javob berdi. "Majlis qilib o'rtaga solish kerak." "Majlis qilasanmi, ma'raka qilasanmi? Ertaga ishni boshlamasang, kechasi uyingga kafanlik kiraman. Men arvoh bo'laman." Rais rozi bo'ldi. Said Jalolxon raisning oldidagi qatiqni qo'sh qo'li bilan olib chiqib ariqqa tashladi. Shunda uning boshiga yana bir fikr keldi va bu fikrdan boshini yana ham kattaroq bo'lganini his qildi. Modomiki paxta atrofiga ektirish qo'limdan kelar ekan, nima uchun hamma yerga ko'knor ektirmayman? Said Jalolxon qaytib kirdi. Bor tovush bilan baqirdi. "Hamma yerlaringga ko'knor ektirasan." Rais ko'ndi. Said Jalolxon ketdi. Yo'lda uning boshiga yana bir fikr keldi. Raisga qilgan do'qimni hukumatga qilsam, o'zimni xon ko'tara olmaymanmi? Bu fikrdan uning kallasi yana ham kattaroq bo'lib, juda og'irlashib ketdi. Aql kallani bunday katta qilsa va bunday og'ir bo'lsa, der edi u ichida. Aflotunni o'z achili bilan o'lganiga ishonmayman. Uni albatta kallasi bosib o'ldirgan. U hujraga kirishi bilan bir barakayiga go'yo qiyomat qopdi. Ko'chada yugur-yugur, shovqin, itlar vangillagan, tovuqlar qiyqalib qochgan, gursillab devorlar yiqiladi, sharaqlab daraxtlar qulaydi. Qandaydir bir xotin qichqirdi. "Kim ekan u? Bizga ko'knor ektiradigan?" Bu tovush hamma yoqni larzaga keltirdi. Hujraning devorlaridan chang yog'di. Tokchadagi mislagan jangillab ketdi. Said Jalolxon tezda Mulla Shamsiddinning oldiga bordi va o'z terisi orasidagi somon parchasini sindirib yarmini unga berdi. Ikkovi dashtga chiqib baravariga na'ra tortdi. Ko'z ochib yumguncha necha ming piyoda va suvori kishilar paydo bo'ldi. Bularning hammasi quloq kiygan va tug' ko'targan edi. Ming toshbaqa, ming qozon atrofida aylanib, ko'zga ko'rinmaydigan necha yuz ming lashkar bo'ldi. Bu yerning o'zida unga Said Jalolxonni Sohibqiron deb nom berildi va xon ko'taribdi. Mulla Shamsiddin unga vazir bo'ldi. Musulmonobod yo'lida g'azotni boshlash uchun hamma narsa tayyor, faqat yarog' aslaha yo'q edi. Afg'onistonga o'tib ketgani ko'r. Shermatga Said Jalolxonni Sohibqiron nomidan darhol noma yozildi. Nomaga javob ham keldi. Javobga ko'ra Shermat necha ming sipohi bilan yo'lga chiqdim, sizga o'z belimdagi shamshirimni yubordim debdi. Shunday qilib ish borgan sari katta bo'lar va ish katta bo'lgan sayin Said Jalolxonning kallasi og'irlashar edi. Xudo allaqaysi tog'ning g'orida Qirarman va Yig'arman nomli ikki maxluqni Said Jalolxonning xon bo'lishga atab boqib yurgan ekan. Yarim odam, yarim maymun qiyofasidagi bu ikki jonivor kelib xonga salom berdi. Va har qaysisi o'z hunarini aytdi. Qirarman ro'para kelgan kishining kallasini uzib tashlar. Yig'arman kallasi tanalarini sanjirga o'xshatib taxlar ekan. Said Jalolxon ko'p xursand bo'ldi. U qo'zg'algan qishloqni qilichdan kechirgani. Bu jonivorlarning yoniga necha ming so'filardan qo'shib berdi. Ular dashtni changitib ketar ekan, orqalaridan Said Jalolxon chiqib qoldi. Qichqirib qoldi.
Qiringiz, quritingiz, ekindan ko'knor, joningizdan toshbaqa bilan pashsha qolsa bas. Ular ketgandan keyin Said Jalolxon g'ayratiga chidolmas shamshir sug'urdi va havoda o'ynalib askarga farmon berdi. O't qo'yingiz, g'azot, qishloqqa o't qo'yingiz. Oldinda xon, ko'rinmas askar quyunda yuborar edi. Banogoh Said Jalolxonning ko'zi qarshidan o't qo'yib kelayotgan Mulla Shamsiddinga tushdi. Mulla Shamsiddin kelib otdan tushdi. Xonning oyog'ini o'pdi. Qishloqda askarlar bor. Yaqiniga borishning sira iloji yo'q, dedi. Qishloq tomonda yana chang ko'rindi. Yig'arman kelar edi. U ham kelib otdan tushdi va xonning oyog'ini o'pib, zo'r musibatdan darak berdi. Qirarman shahid, dedi. Said Jalolxon ishongan tog'i xususiyatdagi bu xabarni eshitib oh tortdi va otdan yiqildi. Boshi bilan tushdi. Kimdir uning boshini juda ham katta va haddan tashqari og'ir latta bilan bog'ladi. Shundan so'ng hushidan ketdi. Xon talay vaqtdan keyin hushiga kelib ko'zini ochdi va o'zini o'z hujrasida ko'rdi. Yonida vaziri Mulla Shamsiddin cho'kka tushib o'tirar edi. Nima bo'ldi? Qani Shamshir? Qani ot? Dedi bosh ko'tarib. Qani boshi shunday og'ir ediki, yana yostiqqa qo'ydi. Mulla Shamsiddin ro'molchasi bilan uni yeltib, yig'lamsirab dedi. Axir Mulla Said Jalolxon, nega kishini qo'rqitasiz? Nima? Shamshir nimasi? Qanaqa ot? Said Jalolxon Mulla Shamsiddinning yig'lamsirashidan qishloqqa ketgan boshqalarni ham shahid bo'lgan gumon qildi. Hammasimi? Hech kim qolmadimi? Hozir xabar oldiring. Afg'oniston yo'liga kishi chaqiring. Said Jalolxon o'rnidan turgan ekan, gandirikilab yiqildi. Mulla Shamsiddin kuyib-pishib hech qanday g'azot, hech qanday askar yo'qligini, uning ertalabdan beri shu yerda yotganini uqtira boshladi. Ahmoq, dedi xon achchig'i kelib. Axir men otdan yiqildim. Boshimning og'irligi hali bosilgani yo'q-ku. Nima uchun? Men seni ko'rib turibman. Boshimning katta bo'lganiga nima deysan? Boshingiz katta bo'lgani yo'q axir, dedi Mulla Shamsiddin jerkib. Men kelsam mana bu sabil mo'ridan shamol toshko'mir tutunini qaytarib, butun uy tutunga to'lgan ekan. Xudo ko'nglimga solib ketmasin, halok bo'lar edingiz. Said Jalolxon hamon ishonmas edi. U devorlarni ushlab tashqariga chiqdi. 2 qadam bosishi bilan yana yiqildi. Mulla Shamsiddin xizmat qilib bir necha soatdan keyin arang uni o'ziga keltirdi. Said Jalolxon butun boshdan kechirganlarini inqillay hikoya qilib berdi. Men sizning ko'knoringizni olib kelgan edim, dedi yana aynib. Qanaqa ko'knor? Said Jalolxon yana o'ziga kelib uh tortdi. Bu bir bashorat, dedi Mulla Shamsiddin anchadan keyin. Ertasiga 2 o'rtoq musulmonobod qilish uchun toshbaqa izlab yo'lga chiqib ketishdi. 1936-yil.